Assalomu alaykum YouTube kanalimizda obunachilari, bizlarning doimiy kuzatuvchilar. Bugun sizlarga mana shu Bao kompaniyasiga tegishli 524 modelimizda universal modelimizda sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bular obzor qilib bermoqchiman, bular haqida ma'lumot bermoqchiman. Buni motoriga keladigan bo'lsak, o'sha 4 kilovatlik motor tipada datchiklari bilan bular pastchoqqa ham ishlaydi, bemalol xonadonda oddiy rezitkaga tiqib ishlatsangiz bo'ladi. Mana avtomatlari bilan jihozlangan, o'chirib yoqadigan avtomatlari bor. Universal drabilka deyishimdan maqsad bular mana bu tomonidan donni solib bemalol don o'tkazib maydalab berish mumkin. Bu tomondan esa xashaklarni solib pressni, bidani, xohlasangiz poyalarni ham o'tkazib bu tomondan chiqazib beradi. Buni kilosiga keladigan bo'lsak, kilosini bekorga aytib o'tmayapman. 88 kilolik bo'ladi bu Bao kompaniyasiga tegishli. Xuddi shuni 101 kilolik modelimiz ham bor. Buni ko'rsatib o'tamiz endi 101 kilolikni. 101 kilolik modelimizga keladigan bo'lsak, unga nisbatan bular ko'proq xomoshoni ko'proq vaqtiga qarab ixchamlar nima deydi? Unga nisbatan ko'proq chiqazadi-da. Unumdorligi unga nisbatan ko'proq bo'lganligi uchun bu 101 kilolik modelimiz hisoblanadi. Bu 500 ga 30 modelimiz. Narigi modelimizga qaraganda ko'proq narsa chiqazadi soatiga hisoblaganda. Bunisini motori mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham 4 kilovatlik motor hisoblanadi. Mana avtomatlari bor, kabellari qalin, xuddi shunaqa ko'rishingiz mumkin. Bularning ichidagi segmentlari nargisiga nisbatan sal ko'proq hisoblanadi. Ko'proq bo'lganligini evaziga tezroq maydalab, tezroq o'tkazib beradi bu modelimiz. Bularning ko'rinishiga qarab endi buni qanday qilib olib borib berishga keladigan bo'lsak, bular mana shunaqa xonadonlarga mana shu holatda boradi. Mana motori mana shunaqa ko'rinishda, mana shu korobkaga joylangan, mana shu zavoddan mana shunaqa upakovka holatda keladi bular. Bular Xitoydan bizga keladi, to'g'ridan-to'g'ri birinchi qo'l Xitoydan olib kelinadi bu modellarimiz. Kimga mana shu modellarimizdan kerak bo'lsa, xonadonlarga yetkazib berish mutlaqo bepul bularni. Bularning narxlariga keladigan bo'lsak, bu modelimiz 88 kilolik modelimiz 2 million 600 bilan dastavkasi ichida yetkazib beramiz. 101 kilolik modelimiz esa 3 million 300 bilan dastavkasi bularni ham ichida hisoblanadi, yetkazib beramiz. Mana shu pastdagi raqamlarga murojaat qilib bizlarga bog'lanishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.